ve tur 11 palvan Temizliğe artadığını halkım kütken arman Tebessümler tügümez Cenguak balalar yenilemez yigitler pişanısın Tükülgen derler sanar meydan kahman Sizler kiler can Atlans anır kumançı Günler kutladı kaldınız Ömür hala her kişi Duyar futbol duyar makanı bulup Asya'nın merkezi Tanrı dağda gayvet iradınız Talas daryosi bo'yidagi ruhdan ilhom elish kerakki, hargizmi Manas daryosi bo'yidagidan emas. Ular Xitoylarni Sharq Turkistondan boshlab qo'g'lab, Saddichimning ichiga tiqib etgan edi. Assalamu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkistonlik qarindoshlar, mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Hammamiz bilgandek, sosial mediada hozir Konifa bilan Sharq Turkiston ulusal komandasining musobaqasi o'tirishidagi qizg'in paranglar bo'lyotdi. Shu vajdan biz Sharq Turkiston ulusal futbol komandasining quruvchisi Elshad Islomni bugungi ziyoratimizga taklif qildik. Elshad Islom ziyoratimizga kelganingizga ko'p xursandmiz. Qimmatli vaqtingizga rahmat. Ko'p rahmat bu fursatni bizga yaratib berganiga, shu tashviqotni birlikda qilganiga ko'p rahmat. Elshad, undaq bo'lsa, ziyoratimizni boshlaylik. Ziyoratimizni Munosabatdan boshlaylik. Bilimiz, Sharq Turkiston ulusal komandasini qurishlarga oson to'xtamadi. Bo'lsin, shu jarayonni bizga so'zlab o'tgan bo'lsangiz. Bu Sharq Turkiston ulusal komandasini qurishdan burun biz oldindan Sharq Turkiston futbol birligini qurib chiqdik. Chunki o komanda qurish burun cho'qim organ bo'lishi kerakmish futbolga oid. Bu da biz 2019 boshlab qurilgan. Chunki onun oldida biz nurg'un qarindoshlar biladi. Erkinlik lonqisi deb shu 2 yilda bir o'ynayotgan futbol faoliyati bor. Dunyoning har qaysi yosh vakillar bir vakil bo'lib komanda kelib qatnashib o'ynayotgan bir musobaqa. Onu 10 kilovatkan. Ahirda biz bu musobaqani texmo ratli, texmo yaxshi qilish uchun muqim bir organ bir guruhni quraylik. Maxsus shu futbolga oid qilib, futbolni biladigan, hech qanday bir siyosiy tashkilot bilan aloqasi yo'q, mustaqil bir shaklda quraylik deb Sharq Turkiston futbol jamiyatini boshdan qurdik. Qurib bo'lgandan keyin albatta o jarayonda men bu tordan izlanib shu bizga qanday bir musobaqalar, ya'ni ulusal komanda qurib qolsa qanday bir musobaqalar fursati bordi deb izlanib qilgan jarayonda shu Konifa bilan tanishdim. Konifa qarsam bu 2013-yili qurilgan bir organga, 2014-yili tunji shu Konifa dunyo o'tkazgan. O qatnashgan nurg'un davlat balki o davlatlar qanday davlatlar desangiz, maxsus shu davlatsiz millatlar uchun qilayotgan faoliyatga, bir futbol musobaqaga, bir organga. Shunga qarab baksam o ishchilik qatnashgan a'zo bo'lgan komandalar, yana davlatlar Tibet balki, Kıbrıs balki, Tamil Aylan, West Pava degandek nurg'un bizga o'xshash ashta xalq balkida. Shuning bizga aytdi, Moskvani ko'rdik va bu naq biz tushadigan musobaqa deb o'ylashib, shunga buning a'zo bo'ldik. Uni oldida Konifaga Amerikadagi Uyg'ur United tizimlagan to'p. Lekin albatta bu Uyg'ur United bilan tizimlangan ekan, avvalda davlat temsil qilolmaydi Sharq Turkistonga. Shunga qanday bo'lmasa boshdan tashkil tizimlangan Amerikadagi do'stlarimiz bor boshqa. Ular bilan aloqa qildik. Masalan, shart to'xtatib, musobaqa davlatni temsil qilgan bir fursatga bizga shunga Uyg'ur Unitedni o'zgartirib, Sharq Turkiston ulusal komandaga o'zgartiraylik. Shundan ma'lumotimiz kerak. Ham to'g'risi shu.
dep desem ularma Uyghur United tizimliqan bilan uning bilan aktiv Konifa bilan aloqa qilmoqchikan uchun mening bilishimcha. Shuningga ma'qul deb kelishdik. Shartriston rasmiy Shartriston futbol birligida official shaklda ular bilan qurildik. Ular bilan do'stlikni nima qildik, ulib oldik. Bizni Sharq Turkistonni nihoyat yaxshi shaklda tushuntirib, ustiga yezib, qiziqganlar qarindoshlar shu Konifaniki to'rga kirib baqsa, East Turkistan FA deb yozsanglar, shu nihoyat chiroyli shaklda bizniki qanday bir davlat, East Turkistan degan na, Sharq Turkiston degan na, qandaroq yerda yashaydigan xalq, u yerda nima ish bo'layotidi, siyosiy jihatdan tushuntirishlar bor nihoyat yaxshi. Shuningga aşağı kirgandan keyin ularning albatta Osiyo lo'ngisi bo'lib boqqan, dunyo lo'ngisi bo'lib boqqan musobaqa bor. Buni oldida biz tizimda qilib boqmadik. Chunki bizning tayyor emaslikda. Chunki uningga nurg'un hisob ketadigan narsa, muqim bir organ, mustaqil bir organ bo'lishi kerak. Bizda hech qanday tajriba yo'q. Gerçi shu erkinlik lo'ngisi o'ynatgan bilan bunda rasmiy xalqaro sahnga chiqib o'ynab boqqan bir tajribamiz yo'q. Ve biz müstakil bir organ bo'lgandan keyin Shartriston futbol birligi kirimi yo'q-da, nurg'un pul ketadigan narsa. Bir musobaqani o'ynash uchun faqat futbolchilarni chaqirib, ekiplar bera o'ynanglar degan bo'lmaydi. Chunki futbolni qiziqadigan, futbolni biladigan qarindoshlar yaxshi biladi. U futbolchilarni atayda tanlab kelgandan keyin, o'xshamaydigan davlatdan kelgandan keyin yaxshi futbolchilarni ularni mashq qilish kerak. Ish bo'lmaganda yarim oy mashq qilish kerak. Bir sig'mas uchun. Şununla şuningdan ko'zimiz yetmay, bu sal ta'sirga vaqt bekrak pishsin, lekin biz chiqayli deb shuningga mushu yildagi beshi, ya'ni 2025-yil 1-oydan boshlab Konifadan email kelib, mushu yil muqim Konifa Osiyo lo'ngisi qildigan bo'ldik deb qarorini chiqardi va Sayibxon davlat Tamil Island degan davlat sahibxonlik qildi. Musobaqa o'rni London bo'lgan deb xabar kelgandan keyin bo'xtiniki ishkilanmaylam biz qilayli deb boshladik. Ya'ni tizimladik. Tizimlash haqqini mayli Konifaga va Sayibxon davlatga to'laydigan narsadan to'lab tayyor qildik. Chunki buni qilishimiz sabab bizda o'tgan yili 5-qismlik Shartriston erkinlik lo'ngisini nihoyat chiroyli shaklda Belgiyada o'tkazdik. Belgiyada o'ynash jarayonida nurg'un davlatning yosh bolalarni, talantli yosh bolalarni ko'rib, hammamiz bir xil qo'shilib, mayron qildik, talantli bolalarni chiqib ketdi. Cho'ng-cho'ng klublarda o'ynatgan yosh bolalar, talantli futbolchilar borga degani ko'rgandan keyin qalamiz bir son bo'lg'achqa, shu maqtadagi musobaqa qo'rqmay kirsak bo'ladika deb tizimlatdik. Albatta, Sharq Turkiston ulusal komanda 2019 qurilgandan keyin biz ikki qitim do'stlik musobaqa o'ynab boqqan. Birincisi 2019 10-oyda West Paba bilan tunji qitim do'stlik musobaqa o'ynadik, musobaqa tutdik. Xalqimizmi yaxshi qo'llab berdi. Ikkinchi qitim musobaqani shu oy 2019-yil 12-oyda Parijda Tamin Island bilan o'ynadik. Kecha musobaqa o'tgan bilan bu xalqimizning qo'llashi, u musobaqani naq maydon taqatgan vaqtida o'xshamaydigan davlatdan nurg'un pul qiziqadigan o'zining vatan millat uchun xizmat qilayotgan qarindoshlar yosh to'kib ko'rdi. Shuni hayajon shaklli ko'rdi. Bunga bo'xtimiki musobaqa kelsak, 7-oydan bo'lgan bo'ldi. Biz hozir 5-oydan 5-ini tortib, ya'ni 4-oy oxirini tortib, tashviqotni boshladik rasmiy. Yazmış şekilde, video şekilde, hammanglar bilayotgandek to'rlarda hozir o'xshamaydigan davlatdan, o'xshamaydigan tashkilotlardan, o'xshamaydigan kasb bilayotgan ustozlar, adimiz, akalarimiz nihoyat chiqib bu ishni qo'llaydigan ifodalab, butun xalqimizni chaqiriq qilyotdi. Chunki bu ishga mablag' qisab bo'lmasa, bo'lmaydi bu ishlarni. Ben degandek, o'zim rejiga ekilib yatak o'rnashtirish kerak. Ularningki chiqimini biz Sharq Turkistonda temsil qiladigan bir futbol komanda bo'lgandan keyin, u futbolchilarningki chiqimini o'zinglar ko'taringlar degani bo'lmaydi-da. Xuddi siz hozir yashayotgan Amerikadagi davlat komandaga u futbolchilar o'zi ishimiz qilmay davlat chiqirdi. Shunga o'xshash biz xalq bo'lishimizda cho'qim bolalarningki chiqimlarni ko'tarishimiz kerak. Shunga uning nurg'un hisob ketadi. Londondami yotoq, kira, amras ketadigandan keyin
bizning isalgan hesap bo'yicha 50 ming yevro bo'lsa, biz xotirjam bir musofirni berib, ballar o'rnashtirib, mashqlarni qilib, yaxshi natija oldiganga ishonchimiz bor. Shuning hozir 5-nji ayning o'tirdan boshlab iqtisod to'g'riliq e'lonim chiqardik. Bankini Germaniyadagi shu Elchin akamizniki bankini ishlatdik. Muqim shu birlan bankini ishlatamiz. Bütün iqtisod shu yerda yig'yapmiz. GoFundMe'dan kelgan pulni u shu bank nomeriga kirdi. Hozircha albatta Alloh rozi bo'lsin, mayli tashviqot qilayotgan, masalan, tunji tashviqotni video shaklida chiqqan Kanadadagi Ruqiya Turdish xonim nihoyatda yaxshi hayajon qo'llab video shaklida chaqirishni boshlab bergandi. Undan keyin qolgan nurg'un qarindoshlar boshlab qildi. Iqtisod jihatdami nurg'un qarindoshlar oz ko'ptirib qilyotdi. Lekin hozircha yig'ilganning soni 12 ming yevro, 12 ming yevro atrofida bo'ldi. Biz yetmoqchi bo'lgan iqtisod 50 ming yevro. Bu yana farqi xil borda, yana nishonga yetmoqchi bo'lgan yerimiz xil bor. Vaqt qisqardi, chunki bizning planimiz 5-nji ayning ichida mush 50 ming yig'ishimiz kerak. 6-nji ayda xotirjam futbolchilarning planlarini, programmalarini, yotoqlarni, kiyimlarni zakaz qilgan nurg'un ishlarimiz bor. Shuningga bu iqtisod 6-nji oygacha so'zib ketsa, biz taxim tantirab qolamiz. Biz shunday ishlarni qo'llarni o'xshamagan davlatni tanlab, eng yaxshi shaklda, eng yaxshi natija bilan qaytib keladi deb tirishyapmiz. Shuningga bu iqtisod eng qancha bo'ldi, hal bo'lsa shuncha yaxshi bo'ladi. Xudoy bursa yaxshi natijani elib qaytib kelishga ishonchim bor. Xalqimizmi buni hargiz bizni yolg'iz qo'ymaydiganga yuz ishonchim bor. Hozircha shunchalik so'zlab turay. Savol Rahmat bo'lsa sizga. so'z beraman. To'liq tafsiliy javob berdingiz. Sizdan so'raydigan yana bir savol bor. Hozir mushu Sharq Turkiston ulusal futbol komandasi deb sizlar bir davlatni temsil qilgan holda bu ismni qo'yibsizlar. Buning boshqa sen futbol komandalarınki başka futbol komandaları bilan bo'lgan farqi nima? Mesela Amerikadami bor, Kanadadami bor, Yevropa taraflardami futbol komandaları bor. Bular bilan bo'lgan farqi nima? Albatta, farqi bu Sharq Turkiston ulusal komanda bo'lgandan keyin biz oldi bilan boshqa komanda bilan farqimiz, biz Sharq Turkistonga temsil qilgan komanda. Buni bira ikkimiz unda o'ylab bilan chiqib qolgan qurayli deb bilan boshqalar so'ramay turib qilgan bir ish emas. Biz ATFA, yani Sharq Turkiston ulusal futbol birligi qurib bo'lgan oyog'i nurg'un davlatdan a'zolarimiz bor bizniki. Har bir davlatdan bir vakillari bor, ayrim bir guruhimiz bor. Shu yerda maslahatlashib qilgan narsa. Shuning uchun butun diasporadagi barliq Sharq Turkistonlarga vakil qila olamiz deb ustiga chiqdik. Albatta, Amerikada nurg'un futbol komandalar bor, u yerda American Cup o'ynaydi, har yil o'ynaydi. Avstraliyada har yil Avstraliya Sharq Turkiston jamiyati futbol musobaqalarini yoshlar o'rnashtirib turyapti. Bizmi erkinlikda o'ynatamiz. Bu musobaqalar faqat o'zimizningki turishlik davlatdagi yosh bolalarni bir akilish uchun, yani bir bayroqning ostiga yig'ish uchun, bolalarni bir-birisiga tunish uchun qilayotgan bir normal bir faoliyatlar bor. U nihoyatda yaxshi, muhim, qilmas bo'lmaydigan bir faoliyatlar chunki. Ama Mao Sharq Turkiston ulusal komanda albatta o futbolchilarni shu har bir komandalarni yaxshi ko'rib, anglab, o'z ko'zimiz ko'rgandan keyin tanlab kelgan futbolchilar. Masalan, ba'zan davlatlarda bir odamlar tanlamasligi mumkin, ba'zan davlat 4-5 bo'lishi mumkin. Masalan, Gollandiyada ikki bola tanlandi, lekin ma'lum sabablardan ular yo'q hozir. Yana palonchi davlatda 4-5 odam bor degandekchi. Buni yana bir narsani eslatib qo'y. Hozirgi bu ulusal komandamizningki treneri men. Bunimi biz shu 9 hisobda 7-8 jami 9 har bir davlatdagi vakillar birlashib so'zlashib, hozir trener kim boshqarmoqda deganni hammasi ovoz berib, ovoz bergan shaklda tanlab qolgan trener hozir menchu. Yani xato tushunish bo'lib qolsa, albatta buni men cho'qim yaxshi qila olaman. Mening ma diplomim bor, menda tajribam bor deydigan yoshlar, meni yoshli bolam, cho'ngli bolamdi. U albatta o'zining qobiliyatiga qarab ma'qul ko'rsak, uning cho'qim har zaman har qanday odamlarga ishimiz ochiq. Hatto soatimiz yaxshi bo'lgan bo'lsa,
sizden hazır etrafında alakışıklı nurgun çetellik ternerli var. Özünki nimisini evet CV'sini evet özünki tarihini. Ben falanca yerde terner atlanmancı diplomum var. Eğer sizler halsanız sizler terner toplasam buldu. Elbette bir kalıpmaz. Puldur eden iş. Çünkü o kısaltım onun için kent kuşat bomba için hazır şu özümüzdeki bir kalıp ternerlerini kıvatımız. Elbette razı olup ayacın şeref büyüklük his kılıp bunu kıvatımız elbette. Çünkü o ternerindeki ahvalımı şu kısa düşündürüp koydum. Farkı abim gibi kese Şehir Türkistan ulusal komanda tarihte bop bakmagan ama tarih boyunca biz davamlı şu kütüp kilovatkan bir devlet komandamız. Çünkü biz her zaman belki siz maçta oylap bakkan buluşunuz mümkün. Nurgun kıyırdaşımız oylap bakışınız mümkün. Meyli olimpik bulamdı, meyli dünya futbol longsu bulamdı. Aşı başka devletlerinki devlet marşını okutkan vaxtıda, milli marşını okutkan vaxtıda, özünün bayrağını kütürüp çıkarıp aşı longunu algan vaxtıda biz hemimiz bir xil oylap kalımız. Ey toxtatlar biz özümüzdeki muşta bir müstakil devletimiz bolgan bolsa, bizim muşta olimpiklerge dünya longsuga oynap bakkan bolsa, bizim bir öy bayrağımız esip, bir hayacanlanıp baksak deydigan bir narsa kep bakkan kalımız. Bu şahsen manga davamlı boldu o narsa. Şununla gerçi bu hazırlıklı konifa katılıştıran o sahne halkara cihetde hani onçik çoğun FIFA'ga okşaş olimpikte çoğun onçik çoğun bir organ bombası mı? Bizgi nispeten nait muyum? Bizgi nispeten nait çoğun bir sekte. Çünkü e, konifa bizde aldı bilen Şerq Türkistan diyen bir devlet deb itiraf kıldı. Bu bir tayya bop bolgan bir natija. Bu hergiz undağlam boptu deydi bir ye qarab qo'ygan bir natija emas. Chunki unda bizni Şərq Türkistonda itiraf qilib, ashlarni o'ziga musab qaytib qilishi u bizga nayt adam hayajonlantirgan bir narsa. Ikkinchi bo'lib u yer yana shu Şərq Türkiston bilan Şərq Türkiston bo'listimizdan beri boshqa davlatlar bilan o'ynaymiz. Masalan, o'rtadagi musab Konifa'dagi musabda, Konifa Osiyo lo'nqisida erlarninki musabaqasida komandalar emas. 3 komanda bor. 3 davlat bor. Kechiring. 3 davlat bor. Sharq Turkiston, Tibet, Amil aylandi. Belki nurgun qarindoshlar bek oz kelgan bu Osiyo lo'nqisida deydi. Osiyoda yana nurgun Konifa a'zo bo'lgan davlatlar bor. Ular ma'lum sabab bilan kelamaydigan iqtisod jihatdan, yomon siyosiy jihatdan, chunki siyosiy jihatdan ahvolni bilamiz. Osiyolik bir millatlar, davlat komanda quramiz, banda boramiz deydigan shu bo'lsa, u yerda bismdan nurg'un shaklda eg'ir. Shu sababdan bu musobaqani Osiyoda qilmay, chunki nurg'un xatari bor, u bu ishni bo'ladi deb, bism bo'ladi deb, shuni Yevropaga o'tkazdi. Shunga bu oz bo'lgani bir jihatdan bizga yaxshi, chunki bizning odam deganda iqtisod yo'q bo'lgan ekan, komanda oz, ammo qatnasha olamiz. Iqtisodning uchi chiqib ketdi. Agar qatnashmoqchi bo'lgan davlatlar 10 necha bo'lib ketgan bo'lsa, bu vaqtda bizga texmi cho'ng bir hisobot lozim bo'ldi-da. Bu vaqtda texmi ansirab qoldi to'qandi hozirgi ahvolda. Shunga gap yana shu yerga kesmak cho'ltatdim kechiring. Gap kelsak, farqi biz Sharq Turkistonni tamsil qiladigan tunji tariximiz tunji futbol komanda. Siz oddiy qilib Sharq Turkistonni tamsil qildigan dedingiz, amaliyotda buning keyingi ma'nosi nihoyat chuqur bo'ldi. Sizlar dastlabki shu Sharq Turkiston bisilgan 79 yildan yaqin Xitoy CCP tarafidan bisilgan 79 yildan yaqin qurilgan davlat darajasi ko'tarilgan, ulusal darajasi ko'targan bir komanda qurib chiqqanlar futbol komandasini. Mushunaq bir mushaqqatli vaqtda bo'lib Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik bo'layotgan bir mezgilda mumkin Xitoyning o'yini bilan Sharq Turkistonliklarning to'xtamay bu irqiy qirg'inchilik hozir ochiq oshkora bo'lmag'anligi uchun faqat bir qism jazolarga shahidlarimiz yoki bo'lmasa chet ellik akademiklarniki kuchishi bilan istixborotlarni chiqqan natijalari bilan Sharq Turkistonning bo'layotgan jenosidni 10 yil davlat e'tirof qilgan holatda, ammo o'zimizning odamlari vatanga berib kelayotgan ahvolda Sharq Turkiston ulusal komandaning qurilishi hamda buningga az deganda 11 yosh kelishimizdan chiqib o'ynashi oson to'xtamadi. Mushu jarayonda ularningki oilalariga tahdidlar keldimi, sizlar qanday qiyinchiliklarga uchradinglar, bu qiyinchiliklarni bu bolalar qanday yendi? Mushta bir ozroq so'zlab bergan bo'lsangiz.
Albatta, albatta bu Şərq Türkistan təmsil qıldıqan həqiqətən kiçik emas, Xitaylarga nähayət çoğ bir zərbə berdiğan bir köräş, bir hərəkət bolğaçqa, albatta unda qiyinçiliklar boldy. Buluşmu normal çünki Xitaylar hərgiz bunda fürsətni asanlarni yo'l qo'yub degandek yaratib beradigan ish bo'lmaydi. Ba'zan qiyinlash albatta bu yerda ismini atash to'g'ri bo'lmaydi, ammo nurg'un talanti bor, o'zini yaxshi o'ynaydigan yosh bolalar bilan aloqalashib qolgandan keyin ma'lum jihatda oilasidan yo bo'lmasa oilasiga kelgan besim orqali bu futbolchilar afsus kelolmaydiganga qaror berdi. Ko'nglimiz nihoyat yerin. Albatta bu narsalarga qilish kerak edi, nima ish bo'lsa. Ammo hammamiz yüz mukammal bo'lolmaymiz. Ba'zanlar qila oladi, ba'zanlar qilolmaydi. Yillarning yaxshi ko'rdik. İnşallah bu haftaniki mushu qolgan futbolchilarniki jasoratiga qarab, balkim kelar haftanikiga boshqacha bir shaklda chiqib qolar. Chunki bu bir xil musobaqalar bilan tugmaydi. Bir xil Osiyo lonkisi bilan tugmaydi. Oldimizda yana nurg'un musobaqalar bo'ladi, nurg'un planlarimiz bor. Bu yana davomli bo'lgan narsa. Shuning undanlarni hozir amal yo'q, hisob qilolmaymiz. Shuni besimlar keldi. Nurg'un ba'zan bolalarga besim kelgan taqdirdami yana to'xtabdi aka, men buningga nim bo'lsin, men boraman. Chunki bu qo'rqoqman bir ishga, tarix yozgan ishga bu. Buning nim bo'lsin, men cho'qib chiqaman deb qilgan yigitlar bor. Shu tasviri ashta bo'ldi endi. Albatta. Allah razı olsun şu illerimizde. Hazır yığılgan 18 futbolcumuz var. Trenerler grubumuzda cemiyet 4 adam var. Şu 22 terlik kılıvatı 22 adam. Allah razı olsun. Şimdi halkımızdan kollar verse bunu bəyli nim olsun. Ömürlep bardığın iş olsun mu? Biz barımızda kararını hep bulduk az. Rahmat. Meni esimga munda bir obzor keldi, Yevropa Turmuş tarafından yazılgan, yıllar aldığında yazılgan mundaq bir obzorning bir partiyasini keldi. Devletçilik, vatanperverlik, o bir ideologiya mı, bir kimlik mi degan bir sohbet yazgan, onun bundan deydi. Devletçilik bir ideologiya, o bir kimlik emas deydi. Xitoyning pasporti qo'lga bog'lig'i, o'sini Xitoy puhrasi ekanligini yoki Xitoyninki puhrasi ekanligini isbotlamaydi deydi. Puhrasi deb sen aşlağı özünün atdığının ya bo'lmasa aşlağı mensubiyetin təvəlligini isbotlamaydi deydi. Buni nereden ko'rib olaymiz degan vaqtda deydi. O vaqt o'zimizning ulusal komandasi yo'q vaqtda albatta. Masalan, Turkiya bilan Xitoy komandasi musobaqa tushganda yoki oddiysi Amerika bilan Xitoy komandasi musobaqa tushganda biz har zaman Xitoy uchun emas, ya Amerika, Turkiya uchun tutiladi. Mening ko'rganimda nurg'unlagan Uyg'urlar tutiladi. O vaqtda biz o'zimizning ulusal kimligining nega təvəlliyi emas, balki şu vaqtda biz o'zimizning ulusal kimligining, o'zining Xitoyga tava emasligini isbotlaydik. Ochiq oshkor isbotlagan. Buni gerçi biz o'zimiz his qilamagan bo'lsakmi degan Xitoy buni his qilg'achqa hozirgi erkiy qirg'inchilikni beryotidi. Chunki zaman bizniki Xitoyning bo'lmaganligi uchun. Demakki bugungi kunlikda Xitoyning ulusal kimligini rad qilishdan sirt o'zimizning ulusal kimligi tava bo'lgan, ham davlatchilik ideyamiz va vatanparvarligimizni isbotlaydigan bir komanda qurildi. Albatta 18 yoshdan chiqmagan oson emas. Chunki biz yillardan beri boshqa komandalarni kuzatish ostida nurg'unlagan komandalar o'zining prinsipini jirg'an holda bazani boylab qo'ymaganlik bolasida futbol musobaqasi o'tkazgan bo'ldi. Hatto davlat marshini o'tirg'i chiqarmagan holatda futbol musobaqalar o'tkazgan bo'ldi. Endi bu holatki futbol komandalarining qayaga tavalgi o'zining ko'ngliga ayol. Ammo men ishimdan shu qarindoshlarimizning qalbidami hech bo'lmaganda men Xitoylik emas, men Xitoy ulusiga tava emas degan bir omad deb o'ylayman. Shuning uchun ular o'zining ko'nglida millatchilik bilan Uyg'ur komandasi yoki bo'lmasa falonchi yoki Uyg'ur kommuniti qurgan komanda degan bir shaklda hech bo'lmaganda shu shaklda chiqish bo'lsin jur'at qildik. Ammo sizlar bir millatchilik ideyasidan bu musobaqani bir davlatchilik darajasiga ko'tarib bizga bir yaxshi ulgu bo'ldinglar. Albatta bu natijalar oson qo'lga kelmaydi. Bulutni Sharq Turkiston mustaqillik davosini o'tgan, sizga o'xshash, bizga o'xshash menvatganlar buning orqada qanchalik jafolarning, qanchalik
challenge deymiz. Mushaqqatlarning borlig'ini biz bilamiz. Bu mushaqqatlarni yengib o'tish masalan emas. Rahmat sizga Elshad. Mushu mushaqqatlarni yengib, mushu bolalarni yetaklab, mushu darajaga akilib oxiri Kunifaga qatnashib, o'zimizning bir mustaqillikka bo'lgan g'oyamizni, shuning uchun tepayotgan futbolni butun dunyoga ko'rsatimiz deganlarning o'zi bizning davoyimizda cho'ng bir bosish bo'ladi. Hamda yaqinda biz ko'rganimizdek sotsial medialarda har xil fikrdagilar, misol Sharq Turkiston mustaqillik davosida o'xshamagan, yaqinda yengayotgan, o'xshamagan fikrda, o'xshamagan yo'lda yengayotgan qiyindoshlarımizdan birlikda chiqib, bizning Sharq Turkiston ulusal komandamizninki Konifa qatnashganligini tabriklab, xalqni chaqir qilib, moddiy va ma'naviy jihatdan yordam qilish chaqirayotganligini ko'rdik. Bu bizga nimadan darak berdi? Nima uchun ular gerçi ba'zi vaqtida ba'zan qarindoshlarimiz burunlarda masalan uch qashqari Sharq Turkiston deyamizmi, ammo hozir bu komandamizni qabul qila oladi. Bag'asir davlatchilik ideyasi hamma xalqimizning ideyasi o'rnab uch qashqar chiqa oladigan holat yetadi. Bu o'zimiz Sharq Turkiston mustaqil yo'ldan yengayotganlar, hamma shu da'vatni yengayotganlarimiz. O'xshamagan fikrdagilarni bir yerga jamlash orqali bu komandani muboraklash orqali sizlar qandaq bir uchurni, qandaq bir pozitiv deymiz, mesajni boshqalarga berishni o'ylashdinglar. Buning bizning diasporaga bo'lgan ta'siri qanday bo'ldi va bizning davoyimizga bo'lgan ta'siri qanday bo'ldi? Mush to'g'ri hozir so'zlab bergan bo'lsam. Rahmat Maris xonim. Bu albatta nihoyatda ittifoqqa nisbatan xatarli bir savol. Ammo shunday bo'lsa-mu, biz hargizliqi yaxshi savol aldilar. Rahmat. Xatarlik savol deganim bu bir jihatda xato so'z berib qo'ysak bo'lmaydigan bir savol. Yana bir jihatda nihoyat ochiq shaklda xalqimizga bayonot qilishimiz kerak shartda majburiyatimiz bor. Savolga kelsak, endi javob berishda men ma'nosini cho'qim deb qo'yishimiz kerak. Endi bu Sharq Turkiston futbol jamiyati oldi bilan hech qanday siyosiy tashkilot bilan bog'liqlik bo'lmaydi. Hech qanday bir siyosiy tashkilotninki buyrug'i bilan ish qilmaydi. Chunki biz mustaqil bir organ. Buni qanday ifoda olayman, qanday tushuntirman desangiz, albatta u Sharq Turkiston futbol birligida manba, yana elchin degan atimiz bor. Abem degani 9 davlatda har bir davlatdan bir vakili bor. Biz ayrim bir yetakchilar bir guruh. Mush ittifoqning atmanayotgan 9'imiz bor. Bu 9'imiz qanday odamlar desangiz, ichida siyosiy ko'z qarash har xil odam bor. Uni biz kirishib olmaymiz. Shaxsan mening siyosiy ko'z qarashim bilan yan birsiniki siyosiy ko'z qarashi tam qarshi bo'lib qolsa-mu, bu hech kim ta'sir qilmaydi. Chunki bizning nishonimiz, maqsadimiz shu ittifoqni aniqlash. Shuningga 9'imizning ichida hech bir zaman, ya'ni yillarning abim yana Sharq Turkiston erkinlik lonkisi o'ynab kelyapmiz bu. Hech bir zaman tashkilotning baldiriga emas, ma tashkilotga yaxshi qaraydi deydigan so'zim bo'lib qolmadi, jidalim bo'lib qolmadi. Bizning faqat diqqat qilishimiz nima deganda, ittifoqninki, ya'ni Sharq Turkiston futbol jamiyatiniki bizningki o'zimizningki yo'li bormoqchi bo'lgan. O'zimizning sig'i bor. Bu nihoyat aniq. Biz abem degandek, yana bir ta'kidlab qo'yay. Hech qanday bir siyosiy tashkilotga bog'liqlik emas. Bizningki mangmoqchi bo'lgan yo'limiz Sharq Turkistonni tamsil qiladigan bir ulusal komanda qurib minish, Sharq Turkiston deb turib erkinlik lonkisini faoliyati 2 yil bir qitim o'tkazish, ko'k bayroqni har zaman ko'tarish, milliy marshimizni har zaman har qanday musobaqaning ishida aytish. Bu bizningki shartimiz. Shuningga kim qanday qo'lladi, ma odam so'zlabdi, odam so'zdimi, biz bilan kim so'ziga muhim emas. Muhimi shu odamning so'zligini bizning mingmoqchi bo'lgan yo'limiz bilan o'xshamdi, o'xshamamdi. Shuning diqqat qilamiz. Hozircha nurg'un to'rda gap qilayotgan ustozlar, akademik doktorlar hech qaysi qalaymiqan so'zgini yo'q. Naydi chiroyli shaklda biz nima deyotgan bo'lsak, tashviqotimizda nima deyotgan bo'lsak, ismi jihatdan, musobaqa ismi jihatdan qanday tashviqot qilib bo'lsak, naydi chiroyli bizni hurmatlar. Bu xalqimiz xalqning ishga, bu Sharq Turkiston futbol jamiyatining ishga deb shunday yaxshi moslashib, bizningki tashviqotni naydi chiroyli qilib turibdi. Ham qilmoqchi bo'lganlarni yana uchratib saqlab qilmoqchilar. Shunga bu savolga mushuncha javob bersam bo'ldi deb o'ylayman. Shuning
xato tushunadigan agar qo'lda albatta andaki deydigan qarindoshlar bo'lsa, mushu program anglagan qarindoshlar ya bevosita biz bilan, men bilan, ya bo'lmasa Elchin akamiz bilan, ya bo'lmasa har qanday davlatdagi bir yetakchilari bilan paranglashib, ko'ngilishib bilvosita bo'ladi. Shuningga eng aqlim deydiganim yana shu, Sharq Turkiston futbol jamiyati o'zimiz mustaqil bir organ. Hech qanday tashkilot bilan munosabatimiz yo'q. Buyruk bilan mangadigan, ularning chaqiriq bilan mangadigan, bundan kim bizmi hech qanday bir siyosiy tashkilotniki yig'inlar bo'lamdi, faoliyatlar bo'lamdi. Gerçi yaxshi ko'ngillar bilan chaqirib qolgan bo'lsanglarmi, biz afsus bu mayli qaysi tashkilot bo'lsin, baramaydiganimizni hozirdan boshlab deb qo'yishimiz kerak. Chunki biror tashkilotga faoliyatlariga gerçi yaxshi ko'ngil bilan chaqirib qolgan bo'lsa-mu, u nurg'un bilmay xushmaslikda aytib qo'ydi. Shuningga bizningki yo'limizni nihoyat yaxshi kelgusi taqim cho'ng ish qiladi, mush yoshlar yaxshi qilyapti deydigan yaxshi ko'ngil bo'lsa, to'g'ri tushunishinglarni hozirdan boshlab umid qilaman. Rahmat. Biz bilimiz təşkilatlarını qurulu buldu. 1, 2, 3, 4, 5 deb qurulu buldu. Amma bir dövlətinki komandası faqat birli buldu. Şu noktadan hər qaysı yoldakilar o'xshamagan yo'lni tutgan, o'xshamagan shaklda minayotgan qarindoshlarimiz sizlar qurgan bu ulusal komandani o'zining bir davlat komandasi deb bilganligi uchun mayli qaysi ideologiyada minishdan qat'iy nazar idealman deb o'tgandek har bir Sharq Turkistonning qalbida o'zining Xitoyga mansub emasligini biladi. Gerçi ba'zilar uçqashqa diyamizmi, ba'zilar mushu yo'lni asan yo'l, hozircha mushni qilib turay degan shaklda mangan bo'lsa-mu, ammo qalbida ular his qildiki, biz Xitoyga tava emas, biz hamon ayrib chiqamiz degan bir an bo'lganligi uchun bu ulusal komandani o'zining komandasi deb his qilganligi uchun hammasining o'tirib chiqib so'zlishi, ham buni qabul qila olishi bizni haqiqatan xush qildirdi. Hamda ruhlat bo'lishganini xuddi bu kim bu mansubiyat yo'qsiz degan bir ideologiya, bu bir kimlik bilan belgilanmaydi, bir pasport bilan belgilanmaydi degan bu ko'z qarashini yana bir qatam isbotlagan bo'ldi deb qarayman. Inshaalloh yana biz o'xshamagan yo'ldagi odamlarning davomli turda bu ulusal komandamizni muboraklab, qo'llab chiqishni umid qilamiz. Ham buning bizning xalqimizga, bu diasporada ümidsizlikka to'lgan, hozir shunday jadal mojaroga tushib ketgan nurg'ulg'an tashkilotlarning yaxshi emas ishlar o'tirib chiqayotgan mezgilda hammamizga bir umid berishini, shu qadarda nurg'ulg'an yoshlarimizning bizning Sharq Turkiston mustaqillik davosiga davomli qo'shilishini, ham sizlarni qo'llab-quvvatlashini, sizlarning texnika kengayib, futbol komandasilar emas, aytgan voleybol komandasi, yana boshqa komandalarni qursanglar, ayollarni qursanglar, yoshlarimiz qatnashsa, bu kengaysa, shu orqali o'zimizningki ulusal irodasini, milliy birligimizni dunyoga isbotlab bersak, ham o'zimizning bir davlat qura oladigan, tinchparvar, biz tanarkatni suyadigan, madaniy, mo'l kulturalga ega bir xalq ekanligimizni dunyoga isbotlab bera olsak, bu nihoyat bir yaxshi fursat deb qarayman. Undan sirt Elshad, bu yo'lda menish oson emas. Agarda bir oilada sizga bo'lgan bir qo'llash, quvvatlash bo'lmasa, ayolingizning men ashta o'ylayman, hamda men o'zim uy tutgan ishboni ansi bo'lish bilan yo'lishini meni qo'llashi bilan men shunday his qilamanki, oila a'zolari bek muhim. Siz shu yo'lga kela olishingiz, siz faqat Sharq Turkiston ulusal komandasining qurg'usining birisiz emas, ko'chsilar emas, balki Sharq Turkiston yoshlar qurultiyining qurg'uvchilarining birisi. Siyosiy yo'lda, tin tarbiya yo'lida emas, shu siyosiy tashkilotlardami ta'sir doirangiz kuchli. Diasporada burundan tartib Sharq Turkiston mustaqillik davosida taramay minayotgan bir jangchining birisi. Shu bir ayolninki qo'llashi bilan mush yo'lga keladi deb o'ylayman. Shu to'g'riliq azirqil so'zlab bergan bo'lsangiz, mush fursatda ayolingizga deydigan gap so'zlaringiz bo'lsa, ko'ngil so'zlaringiz bo'lsa, biz anglab boqqan bo'lsa. Bo'ldi, rahmat. Albatta odamni ko'ngil bir qism qilib qo'ygan bir savol albatta. Bu yo'l oson emas. Endi Xudoyim oldidan ming shukr deyman. Xudoyim ashdan yaratdi ekan. Hanim bo'lsin ashdan yaratdi. Gerçi cho'ng bir ishlarni qila olmagan bo'lsam-mu, hech bo'lmaganda qo'limdan kelishcha ishlarni qilyapman. Mush da'vat 2009 qo'llarni kelgan yani. Vatan, bayroq, u bu desa, qo'limdan kelish qilyapman. Albatta bir qilish jarayonida bu yerlar emas, Yevropaning nurg'un davlatlar besh keldi. Nurg'un faoliyatni deb oilani tashlab qo'yish keldi. Mening Xudoyim bergan 3 farzandim bor. Qizim, kichik o'g'lim.
Albatta bu to'xtama bu yerga berish, shunga o'xshash yakshanba kuni necha soat kompyuterni oldida telefonni tutib o'tkazish bir normal oilada bo'lmaydigan ishlar. Buni sizmi obdan bilasiz. Aran bir dam ish bo'lgan vaqtda yana shu kompyuter, yana shu telefon, yana shu objiqin, yana u yer bu yerda ketish amaliyotda toza to'g'ri bo'lmaydi. Bir aile, bir dad buluş bilan amaliyotda texmo uyga kuyinman. Texmo uyda jiqraq bulup biz musofirchilikda vaqtimizni amaliyotda eng beshida aileге berishimiz kerakdi. Ammo bizniki ahvolimiz o'xshamaydi. Afsus. Bizning ahvolimiz ayida zulm bo'layotgan davlatimiz bor. Nurg'un begunoh qiyinchiligimiz qilyotidi. Eng muhimi biz nimishga hozir Yevropada ya Amerikada yashab qilyapmiz. Shu bir narsa kelgan odamning qonisiga bir narsa keluvchi. To'xtab tura. Tamam, mening ayolim bor, bolalarim bor, uyim bor. Bu sharoit nereden keldi deb ayolim bilan paralashganda, anikin ayolim bu qolgan hamma narsani to'g'ri tushunib, ham qo'llab qilyapti. Ben kelgandan yoqi bir hafta namoyishga bormam, bir hafta mani qilmam, ko'taman deb baqirdim. Aksicha, nihoyat yaxshi bolalarimni osh qo'ymay, bolalarim yaxshi qarab, ba'zan u yerga ketib qolib, o'zi shutbolni chiqib u yerga o'ynab, bolalarning ko'nglini o'zi bir odam ilib, hamda anab bo'lib, nurg'un kunlarni o'tkazdi hamda. Albatta, ayolimga o'xshash nurg'un ayollar bor. Masalan, sizmi shu nurg'un yana jangovar shu sapni oldida mang'ayotgan xonimlar bor. Va shu yigitlarning ayollarim bor. Sahnning keyinida, ekranning keyinida amaliyotda bizdan o'ta badal to'layotganlar amaliyotda shu ayolimiz. Shuningga va ayolimga va barliq shundoq oldi sapda va shu keyinida yo'lishni qo'llab, shu bo'lib davoni ichida qo'llab kelayotgan barliq shundoq jasur xonimlarga bo'lib ayolimga albatta Allah razı olsun deyman. İnşallah bu qilimiz bekor bo'lmaydi. Cho'qim bir kuni natija chiqadi. Bu hayotni bir qitim yashaymiz albatta. Muhimi qanday yashash, qanday o'tkazish bu vaqtni. Shuningga amaliyotda men to'xtama u yerga chiqqan bilan amaliyot eng chiqish tegishli, eng maqtash tegishli ayolim bo'ldi deb o'ylayman. Yani To'g'ri dedingiz. agar mukofot olgan kelsa, menda bitta ayolim ishga shuningga qo'llab bergani ko'p rahmat deyman albatta. Rahmat. Xuddi bizni maqtayotgandek his qildim. Bo'libmi biz shu muajoratga chiqib Sharq Turkiston mustaqillik davosini to'xtamay qilishga boshlagandan boshlab men shuni his qildimki, oldiga chiqib ko'z ko'rganlar haqiqiy qahramon emas ekan. Balki siz degandek oxir hech qanday kredit olmay turib, hech qanday minnat qilmay turib, shu jafoni chekayotgan oilamizdagilar bizni qo'llayotganlar hammani bek jafoni chekilgan deb o'ylayman. Shu haqiqiy qahramon bo'ladi ekan. Mening o'zimning his qilganlari o'xshash shu banada men yo'lchimga rahmat aytaman. Bolalarimiz bu jafoatda bu albatta men buni bilman, bu sifatim bilan shu fursatda men ayolingizni rahmat aytaman. Agar ayolingiz bo'lmaganda siz bu kun kelmaydingiz. Chunki biz ko'rimiz shu Sharq Turkiston, shu diasporada yashayotgan Sharq Turkiston orasida ko'pincha ayollari jumotda, meni ota-onam vatanda ularni tutib kelsa qanday qilman deb yig'lab nurg'unga arlarni yo'lini to'sab qo'ygan ayollar bor. Biz ko'mdik emas, ko'rdik. Shuning uchun demakki sizning ayolingiz qaysar bir ayol, xuddi biz oldiga chiqqanlardimi hech qanday farqi yo'q bir ayol deb o'ylayman. Chunki bu badanni to'lmak oson emas. Rahmat. Undan keyin mening yana bir savolim, ayolingizdan siz shu Gollandiyadagi jamoatni qurish qanday bo'ldi? Shu to'g'ri ozroq so'zlab bergan bo'lsangiz, musobaqalarda nurg'unlagan odamlar kelib ko'ramdi. Sizlarga iqtisodiy jihatdan yordam qilamdi, ma'naviy jihatdan yordam qilamdi. Shu yerga jamoatning ahvolini bilgan bo'lsak. Amaliyot bu Şehtus'tan ulusal komandanın bo'lgan ekan, Gollandiyaning jamoat buni tushuntirib qo'ysam bo'ladi va boshqa davlatniki butun dunyodagi Uyg'urlarning ahvolini tushuntirib qo'ysam bo'ladi. Oldindan Gollandiyaniki jamoat kelsam, Gollandiyaniki jamoat mening ko'z qarashimda, mening nazarimda kelgan tartib hozircha
bütün diasporada en canlı. Bir iş olsa şu zaman bir yer kilalaydigan, aktif faaliyet kıladigan bir cemaatimiz var. Çünkü benim degene 2011'de Tunci erkinlik lonkısın kanka diyelim. Şu vaxtdan tartib şu cemaatimiz yok bolsa, bo'lmagan bo'lsa, qo'llanmagan bo'lsa, umuman saqlab bo'lmaydi. U aş vaxtdan qo'llanı şu ahvollari yangi chiqqan Uyg'urlar tamisi qo'llanı 90% yengdi. Shundadimi o'ziniki qisati ozib ko'pdir chiqarib, musofirni o'tkazib, shuni yaxshi qilib. Undan keyin har birdan qo'llarni yig'ib vakil bo'lib, erkinlik lonkisi o'ynagan vaqtimizda shu jamoatimiz yordam qilib kelyapti. Ba'zan korxonchilar, tijoratchilar adliqdan chiqib raqam ko'targanlar bo'lib baktı. Qolgani jamoatlar qarab turmadi. Mayli uftiramda o'tmuş musaqlarda bu jamoat bizni tashlab boqmadi. Mayli namoyishlarda bilamdi, futbol faoliyati bilamdi, qo'llab keldi. Abem degandek tunjiqdan ulusal komandamiz Gollandiyada o'ynagan do'stlik musaqimi shu jamoatimizniki Gollandiyadagi jamoatimizning hisob orqali bu yerdagi yatoq amanasini qo'limizga keldi olgan. Shuningga bu jamoatdan albatta hech qanday nimam yo'q, qaqshaydigan haqqim yo'q, chunki yetarli qilib ishlama, o'qitdimmi shu yetarli qila oladi deb o'ylayman. Agarchi vaziyat ancha-muncha egizpas bo'lib ketgan bo'lsa-mu, yana anaqa chigini ichayotgandan keyin egizpas bo'lib ketdi-ku har qanday bir davlatlarda. Shunday bo'lgan taqdirdami, yana nurg'un qarindoshlar buningga yelimiz surib, yordamlash berib, qila oladigan ishlama. Endi qolgan davlatda amaliyotda asosiyatda qolgan davlatning ahvoli o'xshab qoladi. Bu haqdagi musofirniki uchun yo'llab qo'ygandan keyin biz degandek siz yig'ilmadida o'quvchi. Hozircha degandek 12 ming yig'ildi emasmi? 12 ming yevro yig'ildi. Yana 38 ming yevrosi bor-da qolgani. Bu tashviqotni ya biz qilamidikmi atfa bo'lib. Ya çünkü biz bu mükemmel emaschu. Çünkü rasmiylik xizmat qiladigan adam unda rat sep qilib bo'lamidik. Çünkü bilasiz bu ishlarda rasmiy ko'ngilini chiqarib, ishini chiqarib qiladigan odamlar son az. Nayt afsus birimizning bishimizga 3-4 xil vazifalar tushib qoladi, shuni ap mangamiz. Lekin shunday bo'lgan taqdirdami, qo'limizdan kelishicha qildik. Ama biz mükemmel emasdik hozircha. İnşallah bundan keyin bag'ansir mükemmel bo'lishga tirishimiz. Belki shuningdan tashviqot yaxshi qilolmag'achqa, shuning pullar iqtisodlar yig'ilmatamdi, umuman bo'lishi mumkin. Ama yamir jihatda iqtisodning yig'ilmaganining sababi haqiqatan men degan Xitoylar chigini ichayotdi, nurg'un odamlar bayroqning yeniga hatto o'zining bankasini bevosita urishdan night ansiraydi. Chunki ertaga qaytib qolsam, bo'lmasmiki deb qiladi. Bu qarşılıqmı, o ziyanmı albatta bo'ladi. Shuningga biz yana tashviqotni qilyapmiz. Bo'libmi? Vaqtimiz shu 5-ga tugaydiganmi oz qoldi. 12 kun qoldi. Biz yangi qolgan 38 mingni hisobda biz bunda o'ylab baqsak, buni taxim osonlantirish uchun 8 davlatdan 8 davlat vazifa berdik degandek. Her bir devletten 50 kadem tapaylı, 100 euro bir aileden 50 kadem tapaylı. Yani az oylap kal. Amerika'dan 100 euro bir aileden 50 kadem çıkılgandı. Çıkış gerekti. Şuna bu 50 kadem çıkamaz. Amerika'daki nüfus karganda, yani Şehristan'ın falan nüfus karganda 50 kadem nait çıkamaz. Muşuna bilsek, Hollandiya, Belgiya, Norvegiya, Germaniya, Şvisiya, Fransiyada muşuna bilsek, hiç kimi o eğri kelmeydi. Hemmemiz qo'llagan bo'lamiz. Avstraliya, Kanada deganda. Aşina esa olsak, bu xuddi birdaniga yig'ilib bo'lgandek. Qolgani shu endi xalqimiz bog'liq. Agar eng nachar ssenariyoni o'ylashimiz kerak va uni o'ylab ko'ryapmiz. Agar bu iqtisod yig'ilmay qolsa shu. Yig'ilmay qolsa albatta biz boramiz. Uning tashlab qo'ygan narsa yo'q. Biz yetarli iqtisod yig'ilmay qolsa, abem deganda bir hafta maosh qilishni chaqirib qilmaymiz. Kiyimini anda ilishni, ya futbolchilarniki kiyim, musab kiyimlarni yengida ilishni unimi qilmaymiz. Kim ballarniki yatoqni shu eng izlab, eng azam nada bu yerda izlab yurimiz baxti.
Şununla kanal olması üstümüz lekin xalqdan mushu biz çünkü Şərtüysam təmsil qılıb baramiz emasmi? Hamma bolalar nihoyat hayajon. Agar diasporadagi Şərtüysam Uyg'urlar mushu 22 odamniki, ya'ni davlatni temsil qiladigan 22 odamniki chiqimini chiqaramasa, man ishman nurg'un yoshlar tig'ini bilmaysiz. Bu eng xatarlik narsa menga. Man ansirayman, bak ansiraydigan narsa. Yoshlar umidsizlik tutadi. Bundan keyingi faoliyatlarga tig'mi yoshlar ozlaydi. Bunga buni hech kim ko'rish xohlamaydi deb o'ylayman. Bo'libmi, man davomli deydigan bir narsa bor. Vatan qaytayotganlarni guruh, tor, hamma odam qaqshaydi, tillaydi, xapolaydi. To'g'ri, xapolash kerak, qaqshash kerak, tillash kerak, uning hech qanday narsa yo'q. Ammo vatanga qaytmaymiz, bayroqni tutamiz deb qapqagan nurg'un yoshlar bor. Bu qapqaganlarni biz qadrlashimiz kerak. Qapqaganlarningki faoliyatlarini qo'llab berishimiz kerak. Unda qilgandan keyin bayroqni tutib turgan yoshlar tig'im jiqlaydi, vatanga qaytadiganlar tig'im ozlaydi. Biz aniniki vatan qaytganlarning oldida biz tutgan bo'lamiz. Bo'lmasa, vatan qaytganlarni tillab, qaytmaganlarni yolg'iz tashlab qo'ysa, bizning kezimiz tugaydi. Chunki bu futbolniki faoliyatini qilayotgan hammasi yoshlar shu. Hammasi o'xshamaydigan tashkilotda xizmat qilayotgan, aktiv rol o'ynayotgan nurg'un yoshlar bor. Shuningga deydiganim, daha yoshlarimizni, shu bayroqni, ko'k bayroqimizni ko'tarib turayotgan shu jangovar yoshlarimizni qo'llash uchun bundan keyingi hayotimizningki shu diasporadagi da'volarimiz taxim yaxshi bo'lishi uchun, taxim kengayish uchun mush yoshlardan boshlasak, menimcha eng to'g'ri bir yo'l. Chunki bu musobaqa ambishiga kelsak, hech qanday bir ichki jidalga, ya'ni siyosiy tashkilotlar ichida aralashmaydigan hamda aksiga Şərqistonning davosini eng yuqori pallaga olib kira oladigan, futbol orqali Şərqistonning kimligini tushuntira oladigan xalqaro medialarda futbol orqali aşı bo'layotgan zulmni anglata oladigan, futbol orqali bizniki naqadar bir boy bir millatimizni shifolaydigan yaxshi bir fursat. Qoidasi 100 bo'ldi, ziyni 0 bo'lishdi. Shuningga yana bir qism so'raydiganim, barliq qarindoshlar, kelgusimiz uchun mush yoshlardan qo'llashdan boshlaylik. Şərqiston tariximizda tunji bo'lgan Şərqiston ulusal futbol komandamizni va tunjiqdan bo'lmoqchi bo'lgan mush futbol musobaqaga bu tarixni birga yozaylik. O'zingizniki masalan, abim degandek 100 euro, bir oyliga 100 euro hozir amaliyotda hech qancha cho'ng bir so'm emas. Chunki Amerika bo'lamdi, Yevropa bo'lamdi. Bir oila turklarning oshxona berib tomoq yeb kelsakmi, 100 euro ketadi hozir. Shu tala chiqib bir vaqt tomoqning puli hisobda hozir. Shunaqa bir oshirayotganlik emasmi? Amaliyot shunda. Shuningga 100 euro yanchiqimizdan chiqib qolsa, men millat chiqib qolsa, hech kim qiynalib qoladigan bir ahvol yo'q hozir. Albatta, agar haqiqiy qiyinchiliklarda qiynalib yashayotgan qarindoshlarni zo'rlab beringlar deb demaymiz. Lekin 2000 odam, 2000 nopus yotgan bir davlatda bir 50 odam chiqadi deb o'ylayman. Bekçik tushundiryaptim, vaqt oz qoldi chunki shu qancha balda shu xizmatni yig'alagan bo'lsak, biz tig'im xotirjam boshqa planlarimizni xotirjam qila olamiz. Shuningga yana shu qo'llab berishinglarni chin ko'nglimizdan tilaymiz. Albatta, Ilshatning degan gapni bunday tushundim. Bu faqat Gollandiyadagi jamoatimizning tashkiloti bo'lib qolmasdan, bu dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning tashkiloti. Chunki biz zaten Sharq Turkiston ulusal kimligi bilan bu musobaqaga qatnashyapmiz. Biz bir davlatni tamsil qilib, biz sizlar uchun vakolatdan qatnashyapmiz. Birlikda bu qiyinchilikni birga yenggan bo'lsak, ham bu tarixiy minutlarni birga yozgan bo'lsak, sizlarning turklar bo'lgan bo'lsa demakchi. Hamda mening o'ylaganimda, agarda biz shu bir 18 yoshni qo'llayolmay, mush iqtisodni chiqaramizsak, qanday davlat quramiz degan narsani o'zimizga qo'ysak bo'ldi. Yana bir andisha, balki Milshatning degan to'g'ri bo'lishi mumkin. Qarindoshlarimiz ismim chiqib qolsa yoki bo'lmasa, mening bayg'inim oshkorlanib qolsa degan bunda bir andisha bo'lsa, menimcha
Elşad bilan biz uzun muddat ish qilib boqqan. Bu Elşadning ish qilish usulimiz muhimiz o jihatda ansimasanglar bo'ldi. Agar GoFundMe'dan berma desanglar, ismini chiqarmay turib bergan talashlar var ki shuni tanlab turib nima qilsanglar bo'ldi. Donation yoki bo'lmasa bergan pulinglarni atırmanlar shu qarasanglar bo'ldi. Undan sonra Elşad bilan bevosita aloqalasanglar bo'ldi. Yana deydiganim qarindoshlar, biz bu ulusal komandaning qurilib, bugungi kunda taraqqiy qilib, konifadek bir yerga kirib, bizga vakolatan, bizning davlatimizga, ulusimizga, millatimizga, hamma narsamizga, kimligimizga vakolatan bu to'pni o'ynaydigandan xushuluq. Shuning uchun men bu programmaning ismini Sharq Turkiston mustaqillik g'oyasi uchun tepilgan futbol deb qo'ydim. Hamda nurg'ulg'an qarindoshlarimiz bo'lsin, yaxshi ko'rganligini bildirdi. O'zimiz bilgandek, tənərkət turlarının arasında dünyada ən alqışqa erişkən, həm əgəş gücləri çox olan tənərkət turunun birisi olsa futbol türü. Futbol bir adam bilan oynanmaydı, balki 11 adamның massası bilan bir ulusal kimlikni ifodalash orqali ham bir sapani ifodalash orqali dunyoga o'zining kimligini javlan qildirgan millionlagan əgəş gücləri orqali o'ziniki ulusal kimligi, milliy birligi, kuchlikligini ifodalaydigan, kultural kimligini ifodalaydigan bir harakat. Demak, bundaq bir harakatda biz cho'qim billa bu tarixni yozishimiz kerak. Hamda bu biz uchun nihoyatda cho'ng bir ahamiyati bor bir ish bo'ldi. Chunki mening deydiganim bu qarindoshlarimga shu ma'naviy jihatdan, moddiy jihatdan Sharq Turkiston ulusal komandasiga bir yordamda bo'lgan bo'lsanglar, biz birlikda shu qiyinchilikni yengib shu o'tkazib o'tib olgan bo'lsak, undan sirt biz o'ylaymiz, nurg'ulg'an shu futbol cho'lponlari deymiz, shu bizningki Sharq Turkistonda bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni degan bo'lsa, dunyo ko'ygan bo'lsa, nurg'ulg'an odamlar bizni qo'llagan bo'lsa, yaxshi bo'ladi degan umidni menlayapmiz. Balkim bizning ba'zan yoshlarimizmi kelgusida futbol cho'lponlar bo'lib qolishi mumkin. Balki shu Sharq Turkiston ulusal komandasidan chiqib qolishi mumkin. Shu jarayonda yana bir qatim bizni dunyoga tunutishi mumkin. Hamma ish kichikdan boshlandi, ham kuch o'mlikda bo'lgandan boshlandi. Biz shu maqsadga yetish uchun, shu nishonga yetish uchun hammamiz birlikda shu komandani qo'llab, shu konifaga berib, muvaffaqiyatli holda bir natijaga erishib kelishga tilakdoshlik bildiraylik. Oxirida Elshad boshqa so'zlaringiz bo'lsa, tomoshabinlarimizga bir da'vatgan bo'lsangiz, vaqt munosabati bilan biz programmamizni mushafaqlashtirgan bo'lsa. Rahmat bo'ladi. Aldıdan yana bir qitim Talas To'g'riga va sizga ko'p rahmat. Mush fursatni yaratib, mush tashviqotni birlikda qilish beraylik deb deganingizga ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Va abim muhim narsalarni nihoyat yaxshi tushundirdik deb o'ylayman. Shunday bo'lgan taqdirdami, yana aniq bo'lmagan yer bo'lib qolgan bo'lsa, har zaman shu atfa bizniki Facebook bilan, Instagramda bo'lamdi. Yalnız bevosita men bilan bo'lamdi. Odamlar bilan ko'rishsanglar, biz har zaman sizlardan aloqa qilamiz. Oxirida deydiganim, bu musobaqa 7-ayning 1-dan tortib 7-ayning 5-gacha London shahrida bo'ldi. Adreslarni chiqarmiz albatta. Agar imkoniyat bor, sharoit bor qarindoshlar bo'lsa, ham ta'til bo'lib qolgan bo'lsa, balanglarni, oilanglarni shu ma'nili shaklda shu musobaqa, shu tarixiy bir ko'rinishga shohid bo'lib shu yerda o'tkazsanglar, ham bolalaringlarga nihoyat ma'nilik bo'ladi, ham o'zinglarga nihoyat yaxshi bir tarix qoladi. Shu yerda ko'k bayroqni ko'tarib, shu yerda naq maydonni qo'llab berishinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Albatta, hammanglar nurg'un qarindoshlar boramagan taqdirdami, u musobaqalar naq maydonda taqiladi. Shu naq maydon musobaqa taqilguncha mushu faoliyatimiz, mushu qilayotgan harakatimizni to'xtamay, grup WhatsApp gruplar bo'lamdi, signal gruplar bo'lamdi, Facebook, Instagram, X har qanday yerda aktiv qo'llab berishinglarmi cho'ng bir yordam bo'ladi. Shuningga qo'llab berishinglarga muhtoj, sizlarningki qo'llab berishinglar bilan bu musobaqa albatta xotirjam o'tkazishga bo'ladi. Baralaymiz. Shuningga Hurra Sharq Turkiston, Hurra Turkiston ulusal komandasi. Rahmat sizga. Ko'p rahmat Elshad. Qimmatli vaqtingizni chiqarib bu ziyoratga qatnashib berganligingizga minnatdormiz. Omon bo'ling. Rahmat.
Bugün texnikalik işlarni o'zim qolg'im uchun ozroq masala ko'rildi, chunki bizning texnika mas'ul xodimimiz sirtga chiqib qilib, men kerak o'tirish qilib qilib vaqt chiqmay qoldi. Shuning uchun bundan uzrxonlik so'rayman. Qarindoshlar, rahmat sizlarga. Bu bo'lsa shu hozirgi naq maydon taqtishimizni hamma taqib qo'ygan bo'lsanglar, undan so'ng talas to'g'rini biz amal badalmashtirish tirishchilik ko'rsatamiz. Bo'lsa hammaga taqasanglar, ovozimiz hammaga borgan bo'lsa. Manas daryosi bo'yidagi taslimchilikdan emas, Talas daryosi bo'yidagi jasoratdan ilhom olaylik. Ko'rishgacha omon bo'linglar.